13 aprel sanasida ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatayotgan obunachilar kecha kuni mana shu noklarni gullaganini ko'rsatgan edi. Mana shu mevalarni shab qopti. Pindidan chiqayotgan yil yog'ishyapti meva. Ko'p do'stlar. Ona kalta gullangan, ser hosil. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yangi navnoklarimiz mana ko'p do'stlar. 4 ta 5 ta donani. Bular mevasini ko'ramiz. Xudo xolasa videolarni tashlab boramiz. Belgi qatorlarda ham shu. Mana gullar mevalarni shab qo'ygan. Ash holatda mana noklar. Bunda qo'ygani to'kilsa kerak, mana shunisi 2-3 tasi yaxshi ekan. Mana birinchi liq pindidan chiqayotgan liq meva o'tiryapti noklarimiz. Set hosil nok. Kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa mana shu ko'chatlar kuzga tayyor bo'ladi. Payvanddagi Yovoy nokda Bexida. Nomerlarimiz 88 lik 957 27 nomerdamiz. Aloqaga chiqasizlar. Farg'onalik bog'bon kanalini kunda kuzatib boruvchilar, hammalariga alangali salom. Kanalda rivojlanishni unutmadan layklar bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar. Ana holat ko'chatlarimiz o'sishlari zo'r.